Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Sotiladigan bitta uyim chiqdi. Remontdan tayyor bo'ldi. To'ritashkali domimizning ikkinchi qavatida manzilni tanishtirib o'tib ketaman. Eski Amerika posolstvosidan shundoq kirganida bu yoqda bunyodkor chorrahasi metroga, Mirzo Ulug'bek metrogacha где-то bir 300 metrcha chiqadi. Bu yoqda park, Dream Park, bunyodkor stadioni, juda sharoitlari zo'r. Bu yoq tarafda торговый центр. Juda ham lokatsiyasi shikarniy bo'lgan joydan sotuvga chiqdi. Parkovkalarda umuman muammo yo'q. Uyimiz ikkinchi etajda joylashgan. Etaji ham juda yaxshi. Investitsiya uchun olib qo'ysangiz ham $700 dan bemalol ijarachi o'zimizga qo'yib beramiz. Joyi, lokatsiyasi uyaltirmagan juda yaxshi bo'lgan joydan. Narxlari ham juda hamyonbop. Hozirgi narxlarga nisbatan juda hamyonbop qilib chiqarib qo'ydim. Bu o'zimning uyim. Yevro remont qilingan. Video davomida uyda ishlarini ko'rsatib o'tib ketaman. Bu uyimizga yana aytgandek ipotekaga ham chiqadi. Uyimizga ham kirib oldik. Kirush перехожкamiz mana shunaqa. Ko'rib turibsizlar, bunaqa rasmlar qilib qo'yganmiz. Remontlar tayyor. Bu sanuzilda o'zining kir mashinalari bor. Chiroyli qilib qo'yilgan, kafel terilgan. Bu yoq hojatxonasi, hojatxonaga ham polni kafel terilgan. Bu tarafga o'tadigan bo'lsa, bu yoq zal. Uyimizda ichma-ich holatda joylashgan. Televizorning zonalari bor. Lustralarga ham e'tibor berasizlar. Arzonchi lustralar qo'yilmagan. Mebellar bor o'zini. Mana bunaqa dekorativniy soatlari, dekorlar ham juda chiroyli. Pardalar olib qo'yilgan. Bu taraf oshxona. Oshxonaga ham narsalari bor. Xolodilnik, oshxona mebellar qilib, aboylar qilib qo'yilgan. Bu yerda balkoni bor, 1.5 ga 3. Ko'rishingiz mumkin. Bu yerga ham 3 xona qilib qo'ysanglar ham bo'laveradi bu uyda, chunki bu yerga bitta farzandlaringiz uchun bitta nima deydi? Spalnicha qo'yib qo'yib, bitta shkaf qilib bersanglar ham bo'ladi osma momentga. Balkoni ham 1.5 3 yaxshigina balkon. Bu tarafga o'tadigan bo'lsak, bu spalni. Spalnini juda chiroyli qilib qo'yganmiz. O'zining gullari bor, dekorativniy devorlar qilingan. Tremolari, bu yerda o'zining shkaflari bor. Spalnilari ham chiroyli qilib, pardalar ham ilib qo'yilgan. Bu yerda o'zining kartinkalari bilan dekorlari juda chiroyli qilib qo'yilgan. Hammaga alohida o'zining svetlari bor, hamma o'zinikini alohida yoqib o'chiradigan. Elektrikalari ham yaxshi qilingan. Yaxshi xonadonimiz. Bu uyimizda yana manzilni qaytadan aytib o'tib ketaman. Chilonzor 2-kvartalda joylashgan bo'lib, 2 xona, 2-etaj, to'ritashkali domimizda joylashgan. Kvadrat metri 46-42 kvadrat atrofida juda yaxshi. Dokumentlari tayyor, ipotekaga ham beraman agar hozircha yetmay qolsa. Mebel texnikalarimiz uyimizning narxiga keladigan bo'lsak, 73 ming AQSh dollar deb belgiladik. Xudo xolasa pastdagi nomerlarga aloqaga chiqsanglar, yaxshi narxlarda qilib beraman. Bu uy o'zimniki, hech qanaqa makler yoki posrednik o'rtada yo'q. O'zimning uyim. Bemalol kelib, ko'rib, savdo qilsanglar ham bo'laveradi. Yetmaganini o'sha aytganimdek ipoteka ham qilib beraveraman.